Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan yana bir fayzli oqshomda diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Demak, oqshomda dasturimizning bugungi ilk ishtirokchisi G'alarol tumanidagi 15-son bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi va xushovoz xonanda Murtazo Begumqulov bo'ladilar. Marhamat, assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot deymiz. Teletomoshabinlar bilan salomlashib qo'yasiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Marhamat. Ruxsat bersalar, Murtazon bitta jonli, men eshitib qoldim, yaxshi qo'shiq ijro etadigan qobiliyati bor ekan. Qanaqa qo'shiq ijro etib berasiz? Bitta jonli qo'shiq aytib bering. Ustozimiz Kamoliddin Rahimov ijodlaridan Qaylardasan gulim degan ashula. Voz, zo'r ashula. Juda ham men sizga yordam beraman. Mikrofonlarimiz bor. Mana shu mikrofonlarda kim bilan birgalikda? O'zingizmi? Yo'q, mana musiqa maktabida G'alarol tumani 15-son musiqa maktabida birga ish faoliyatini olib boramiz. Dilshod aka Salahiddinov kelgan. Doira sozida jo'r bo'ladi, birgalikda ijro qilib beramiz endi. Juda ham yaxshi. Dilshod aka bilan birgalikda bo'lmasa taklif etamiz. Assalomu alaykum. Keling Dilshod aka, siz ham yaxshimisiz, salomatmisiz? Marhamat. O'zlaringizga moslab olaveringlar. Sochlarimga qo'nayotiroq hamon seni qumsaydi dilim. Sochlarimga qo'nayotiroq hamon seni qumsaydi dilim. Bag'rim o'rtar o'tli bir so'roq, qaylardasan, qaydasan gulim. Bag'rim o'rtar o'tli bir so'roq, qaylardasan, qaydasan gulim. Tanho kezdim bahor bog'laring, o'ylarimda visol chog'laring. Tanho kezdim bahor bog'laring, o'ylarimda visol chog'laring. Men baxtimni senga bog'ladim, qaylardasan, qaydasan gulim. Men baxtimni senga bog'ladim, qaylardasan, qaydasan gulim. Kelar yo'ling shuncha yiroqmi, iqbolimda bari firoqmi. Kelar yo'ling shuncha yiroqmi, iqbolimda bari firoqmi. Dilim giryon tilim so'roqmi, qaylardasan, qaydasan gulim. Dilim giryon dilim so'roqmi, qaylardasan, qaydasan gulim.
Ushlatmading menga qo'lingni, hech aytmading ko'ngil o'yingni. O'tarmanmi poylab yo'lingni, qaylardasan, qaydasan gulim. Sochlarimga qo'nay o'tirib, hamon seni qumsaydi dilim. Bag'rim o'rtar o'tli bir so'roq, qaylardasan, qaydasan gulim. Bag'rim o'rtar o'tli bir so'roq, qaylardasan, qaydasan gulim. Qaylardasan, qaydasan gulim.